Atigi 50 ming dollarga 50 kvadratdan iborat kirib shunday yashash kerak bo'lgan uyimiz sotuvga chiqib ketyapti. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Ko'rmasangiz keyin afsuslanib qolishingiz mumkin. Asosiy eshigimizdan kirib kelganimizda o'rtadagi koridorimizni ko'rib turibsiz. Eshikdan kirib kelishimiz bilan chap qo'limizga ayollarning sevimli xonasi bo'lgan oshxonamiz tushyapti. Nima qoladi, nima chiqib keladi, bemalol uy egalari raqamlari telefon qilib turib o'zlari bilan gaplashib kelishib olsangiz bo'ladi. Oshxonamizdan orqa tarafini ko'radigan bo'lsangiz, bitta chiroylikkina zalimizni ko'rib turibsiz. Tayyor. Kirish kerak, mazza qilib yashash kerak deydi-ku. Zalning orqa tarafini ko'radigan bo'lsangiz, bitta chiroylikkina yotoqxonamiz. Va bu yotoqxonani yon tarafini ko'radigan bo'lsak, alohida sanuzellar tushyapti. Bu yerga hammom, hojatxonalar qilib qo'yilgan va alohida yana bitta hojatxona qilib qo'yilgan. Qaranglar, bu yoqqa kelganimizda eng oxirgi yotoqxonamiz aynan shu yerga tushyapti. Uyimiz juda ham chiroyli, shinamgina qilib qo'yilgan, birinchi qavatda joylashgan, ikkita podvali bor. Tayyor kirib yashaydigan aynan shu uyimizga hozirgi paytda 50 ming dollar so'raladi. Arzonmi, qimmatmi? Fikrlarni kommentariyaga yozib o'tkazinglar. Toshmi postigacha 8 kilometr chiqyapti. O'sha hamma bilgandir. To'labek ekanmiz. Meni o'zida, sentrida, yonimizdan. Transportdan ham hech qanaqa muammogarchilik yo'q. Bristol 472, 560 degan marsrutka, avtobuslar, qadrdonlar Beruniy, Qoraqamish, Abu Saxiygacha qatnagan marsrutka, avtobusdan hech qanaqa muammogarchilik yo'q. Mahallani ko'rib turibsiz. Tinchgina mahalla. Shunday ham axir inoq. Suv, svet, gaz, internetdan hech qanaqa muammogarchilik yo'q. Kirish kerak, mazza qilib yashash kerak. Havosi juda ham toza, bahaman joylar. Arzon narxda uy qidirib yurganlar tashlab qo'yinglar bu videoni. To'labeydan uy qidirib olganlar tezroq shoshilib ulgurib qolinglar.